Andijon mashina bozoridan puli yengil Tracker avtomobil do'stlar. Spark puliga Tracker topib qo'ydim. Bosib oladigan joyi lekin. $4000 ushbu Trackerda gaplashib qo'ydik. Qolgan ma'lumotlar egalari bilan hozir bir qator gaplashib olib beramiz. Yumshoq ballonlari bor. Mashinaning salon holatlari akkuratni yaxshi holatda. 140 mingdan oshiqroq yuribdi. Oliminicha tayyor, propan gazlari ham bor. Propan gazlarigacha bor, kraska toza. Tracker 3-pozitsiya Premier. Mana propanlari. 65 talik propan gazlari bor. Xo'p, aka, nech pul? Biz obunachilarga 4000 ga beramiz aka. Keling, kelishamiz. 3,5 mingga bering biz obunachilarga. Aka, mana shuncha odam o'rab olib savdo qilyapti, kutib turdim aka. 3,5 mingga yozib qo'yamiz. Bo'lmaydi 3,5 mingga. Bering. Nech pulga berasiz? Tushib bering. Tushib beramiz aka. Nech pulga berasiz biz obuna? Oxirini ayting. Kelib ko'rishsin. Xo'p. Obunachilar kelib ko'rishsin. Arzonroq qilib beramiz. Xo'p, mana krediti bor ekan. Oxirini nech pulga berasiz? Aka 38 ga bo'lsa beramiz aka. Ha, tushib bering. 38 dedingiz hozir video davomida so'radi. 38 dan tushib bering. 3600. 3700 sizniki emas, bizniki emas. Aka kelaversin, o'tib beramiz. Xo'p, kelaversin, obunachilar o'tib berasiz. 3700 dan ozgina o'tib beraman deyapti, kelaversin deyapti. Qiziqqanlar telefon nomeri pastda bo'ladi. Aloqaga chiqib, egalar bilan bir qator kelishib qo'ysanglar, batafsil ma'lumotlar olsanglar bo'laveradigan imkoniyatlari bor. Like bosib, obuna bo'lib ko'rayotganlar, barcha savolga obuna bo'lib qo'yishdan unutmanglar. Bosaverasizlar jigarlar, shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslar. Telefon nomerlari pastda bo'ladi.